Assalomu alaykum obunachilar. Mana oshnam yana kelganmiz. Oshnam anchadan beri Instagramda yuzadi. Ali Media deb. Oshnam yana kelganmiz. Oybejon, assalomu alaykum. Hacham yaxshi oldingiz. Ancha sifatli xudo xolasa yaxshi. Arzon qilib bering oshna. Bo'ldi oshna. Akara siz kelishingizga mevalar tayyorlab qo'ydik. Achalar qarang, arzon qilamiz deyapsizlar. Arzon qiladigan bo'lsa, buni bonusiga nimani qo'shib berasiz aka? Aka bozordan ko'ra o'sha qiziqarli qilib beramiz. Qo'shib berasiz. Plyusga dastlabki qilib beramiz. Qayerga bo'yicha? Andijon bo'ylab dastlabki ichida qilib beramiz. Qolgan viloyatlarga kelishgan holda qilib beramiz. Men dom uyim oshna. 7-etaj. Qanaqa bo'ladi endi? Domingiz bo'ladigan bo'lsa, sho'pirlar yoki o'zimiz bolalar boradi. Unga pul qo'shiladimi, qo'shilmaydi? Yo'q, Andijon ichi bo'lsa qo'shilmaydi. Meni uyim dom. 7-etaj. Olib chiqib berasizmi, olib chiqib bermaysiz? Olib chiqib beramiz. 9-etaj bo'lsa olib chiqib beramiz. Obunachilar ko'ringlar mana. Necha etaj bo'lsa olib chiqib beradi. Qo'yib beradi ham mana. Lifi bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi. Narxlardan tanishtiring. Narxlari bunisi 1.300.000 so'm. Xo'p, bunisi ham 1.300.000 so'm. Razmerlari 1.90 ga 1.60 bo'ladi. 5 kishi, 6 kishi bemalol foydalansa bo'ladi. Imенно o'sha dom bob ishlarimiz mana shular. Mana shular tushadi domga. Mana shular domga zo'r tushadi. Hozir bularimiz xohlagan tarafga almashaveradi. Bular aylanadi. 3 bo'ladi. 3 bo'ladi. Bunimiz xohlagan tarafga almashaveradi. Yana bitta oshna 4 bo'ladi ishimiz bor. Bu yerga ko'rsatib beringda. Oybek, mana mana ishlarni ko'rgin. Xo'p, razmerlari 2 yuqoriga 1.60. Bular necha kishilik hisoblanadi endi? O'sha bular 8 kishilik deb sotamiz bularni. Pumbasi ham 4 ta ekan. Bitta pufik. Keyin mana bozorda o'zing ko'p yurasan, ko'pchilikniki mana butun bo'ladi. Bizniki mana 4 bo'ladi. Sal bakvatroq bo'ladi 4 bo'ladi. Ham bakvatroq ham qulayligi ko'proq bo'ladi. Masalan, bir ko'targani, tayinni tozalagani. Bitta odam o'zi aylantirib, yo'q qilaveradi. Endi ayburchani aylantirib ko'ringchi obunachilar. Endi tushab turibdi, aylantiringda. Xohlagan tarafingizga almashing. Ha, aylanaveradi. Osma burchak emas, boshqa emas. Bu bir-biriga qatib, boshqa qilib nima qilmaysizlar. Eng qiziq boshlab ichlari disp emasmi? Laminatda. Ko'rsating. Ichlari ham o'zini laminatligidan. Sizlar ham 50 roq o'tirib o'zing qo'yib ko'raver bemalol, xotirjam. Xonlari ham bo'ladi. Komplektda xona. To'rttadan pufigi. Sidinasi ham xudo xolasa kengaygan mana. O'tirganda nima qilasiz, sizlarning bunday qilib yushayib qolib, bosh qo'ymaysiz xudo xolasa. Ancha qulay ekan. Shu narxlardan oshna tanishtirib qo'ying. Arzonroq desangiz, ko'proq sotasiz, ko'proq aylanadi. Nimaga? Siz ustasiz oshna. Bozorga olib chiqib, u yoq qilib, bu yoq qilib qilmaysiz oshna. Sotasiz, tezroq pulingiz aylanadi. O'sha 2.200.000 so'm sotardik. 2.100.000 dan qilib bersak bo'ladimi? Dastlabki ham qilib bering, oshna. Dastlabkasini ham qilib bering. Dastlabkidan 2.100.000 so'mdan olinglar mana obunachilar. To'rtta pufik xona. Xo'p. Bundan tashqari oshna biz mehmonxona o'g'illarni ham qilamiz. Mehmonxonaga. Hozir haytay fasolimiz bor, buni ham bitta tanishtirib o'tsangiz. Buni razmerlari 4.30 ga 2.30 joyga tushadi. 3 dona pufigi bo'ladi. Xona ham oldida bo'ladi. Bunimiz sandig'i bo'lmaydi, oshna. Yo'q, bular. Bunimiz mehmonxonaga sandig'i bo'lmaydi. Buni sidinasi kengroq bo'ladi. 60 bo'ladi. Apes purshina bo'ladi. Sidinasi 60 bo'ladi. Bunimiz razmeri ham, har xil ranglari ham bo'laveradi. Pullarini ayting oshna. Bunimiz 4.500.000 so'mdan Oybejon obunachilarimizga qilib beramiz. Xona bilan. Xona bilan. Agar sizga yo bizga obuna bo'lgan bo'lsa, chiqadigan bo'lsa, 100.000 so'mdan kamiga qilib beraveramiz. Dastlabkilarni ham Andijon bo'ylab qilib beramiz. Qolgan joylarga kelishgan holda. Asli nomer qolgizamiz ustakamga. Birinchi qo'l mana ishxonasidan olyapmiz. Aloqaga chiqinglar. Ustakam xudo xolasa ish faoliyatini 15 yildan beri olib boradi. Albatta. Xudo xolasa birodar anaqasini qilgan yo'q hali. Ustaga nomeringizni aytib bering endi. 97lik 981 73 73. Yoki Oybek orqali bizni topib olsanglar ham bo'laveradi. Hammanglarga rahmat.